Luqmon Hakim aytadi: Umrim davomida quyidagi 8 ta foydali nasihatlarga amal qildim. Avvalgi 4tasi. Agar namozda bo'lsangiz, qalbingizni muhofaza qiling. Odamlarni oldida bo'lgan paytingiz, ko'zingizni muhofaza qiling. Davrada bo'lsangiz, tilingizni tiying. Dasturxon atrofida nafsingizni tiying. Yana 4tasi. 2 narsa borki, ularni hech unutmang. Ular Allohning zikri va o'lim. Yana 2 narsa borki, ularni hech yodingizga olmang. Insonlarga qilgan yaxshiliklaringiz va ularni sizga nisbatan qilgan yomonliklari. Obuna bo'ling, sizlar bilan Gavhar bo'ldi.